Chenfan, ichmayman deb va'da bergandingiz-ku? Nega yana shuncha ichdingiz? Bijig'ib ketibsiz-ku. Bugun divanda yotasiz, xonaga kira ko'rmang. Bugun Xiao Shue'ni tug'ilgan kuni. Xursand bo'lganimdan 1-2 qadah ichdim. Chenfan, bilaman. Xiao Shue'ni tug'ilgan kuniga olib bormaganimdan xafasiz, lekin ichishingiz kerak emasdi. Qolaversa, Xiao Shue to'g'ri aytdi. Bugun ziyofatga kelajakda Xiao Shue'ga yordami tegishi mumkin bo'lgan obro'li odamlar kelishadi. Agar siz borib, uni uyaltirib qo'yganingizda, unda nima bo'lardi? Bas! Chenfan, nima qilganingiz bu? Xiao Shue'ni qo'rqitib yubordingiz-ku. Kechir, men... Menga tegmang. Oyi, agar u shunaqa odam ekanini bilganingizda, bugun Liam akimni taklifiga rozi bo'lganingiz yaxshiroq edi. U dadam bo'lishini istamayman. Taklif?